Dilingga o't tushsin. Hay, kelin. Saq. Qo'rqmang, tepmaydi. Sog'oring. Sal mehr bilan sog'sangiz sut beradi. Naqib jahl bilan sog'maydi. Oyijon, shu hovliga kelin bo'lib tushib xizmat qilgansiz-da? Voy, nimasini aytasiz? Mana shu hovlida 10 yil qayinnamni chop xizmatini qilganman-da. Tag'in 10 ta kelin bitta hovlida yashardi. Qayinnam 15 ta tuqqan. Kommunizm. Voy, tug'ish kerak ekan deb qayinnamam yiliga oqillatib tug'irganda, qaynatamam jashoq odam bo'lganda. Ketmagan. Voy, jazahar ayoli dedi, qayinnam yer borib etmasin-u. Keyin qayinnamni ko'p tuqqaniga medal berganda, bo'lkanon, kir sovun, shakar, tuz, shunaqa narsalar besplatni berilardi. Qaynanangiz bilan munosabatlaringiz yaxshimidi, oyijon? Voy, so'ramang. Bir qarasa erkalirdi, bir qarasa joyomon ko'rardi. Mencha yeri jigarini sug'uradigan kelin bo'lganman-da, o'zi qotmadan kelgan ozg'in bo'lsam ham mehnatkash kelin edim-da. Sizga o'xshagan bunaqa nozik emasdimmi? Yer chopardim, sigir sog'ardim, qatuv evitardim, chak qilardim. Chakkini bilasizmi o'zi nimaligini? Chakchakmi? Voy, qanaqa chak, suzma. Oyijon, qaynanangiz ostonaga yiqilib o'lib qolganmidilar? Siz qayerdan bilasiz? O'zingiz aytgansiz-ku. Ha, o'zim aytganmanmi? Voy, bir kun oldin shunaqa dilim og'ritgan qayinnamki, ertalab tualetga chiqaman deb mana shu yerda qoqilib qon qusib o'lgandek. Tavba qildim. Kelinlarning dilini og'ritib bo'lmas ekan-da, oyijon. Ha. Meni ham dilim nozuk-dek. Ha, dilingizga o't tushsin sizni. Ha, gapdagida nimkosa qilmay o'ling. Siz o'qiyotgan kitobni men yozganman, tushundingizmi? Sog'ing tez sigirlar. Jumbaydi.